O'zbekistonda mebel ishlab chiqarishda asosan 3 ta xomashyo foydalaniladi: MDF, DSP va yog'och. Biz hozir Kastamonu fabrikasidamiz va MDF ishlab chiqarish jarayonini to'liq sizga ko'rsatib beramiz. Mana shu orqamda turgan Kastamonu yozuvidan MDF ishlab chiqarish zavodi boshlanadi. Demak, azizlar, biz eng qiziq joylarga kiryapmiz. Hozir u yoqda MDF qanaqa ishlab chiqarilishi, ichiga nimalar qo'shilishi, qanaqa jarayonlardan o'tishi va MDF o'zi boshida nima, qanaqa holatda bo'lishi hammasini ko'ramiz. Ketdik. Bu joy MDF ishlab chiqarishi birinchi jarayoni. Chipper deb ataladi. Bu yoqda yog'ochlar terisidan ajratiladi va maxsus uskunalar yordamida 2,5 sm holatgacha maydalanadi. Keyin bo'lsa keyingi jarayonga jo'natiladi. Keyingi jarayonni ko'ramiz. Azizlar, bu zavod 59 gektar maydonga ega. Bu sexdan narigi sexga borgunimizgacha sovuqda ancha yuryapmiz. Ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lyapti. Bizga juda ham katta motivatsiya bo'lardi agar like, ya'ni menga yoqdi tugmasi va podpiska, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz. Rahmat. Biz hozir ikkinchi bosqichga, ya'ni refiner bosqichiga keldik. Buni nomi refiner deyiladi. Bu nima qiladi? Bu yog'ochni tozalaydi, turli xil yomon, insonga zararli bo'lgan kimyoviy moddalar, temir terseklar va turli xil hasharotlardan tozalaydi. Keyin bo'lsa uni tola shakliga keltiradi. Ya'ni MDF ishlab chiqarish asosiy xomashyosi bu yog'och tolalari, bilasiz. Demak, tola shakliga keltiradi. Keyin bo'lsa mana bu joyda turli xil jipslashtiruvchi, mahkamlovchi kilaylar va turli xil moddalar qo'shiladi. Demak, bu mebel uchun ishlatiladigan MDFni ishlab chiqarishni eng muhim bo'lgan joyi sanaladi. Qarang. Kastamonu zavodida har qanaqa xodim kelib, mana shunaqa apparatlarda kofe ichishi mumkin. Ko'p joyda uchratdim buni va menga yoqqan tomoni, inson qadrlanar ekan bu zavodda. Qayerda inson qadrlansa, mana shu joyda rivojlanish bo'ladi. Azizlar, hozir biz jarayonlarni aytib o'tdik. Endi bular qanaqa shaklda bo'lishini vizual ko'rishimiz mumkin. Mana bu yog'och shaklda bo'lishi. Qarang, bu yerda necha foiz qanaqa daraxtlar ishlatilishi haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda qayin, archa, qarag'ay, asina, lipa, shunga o'xshash yog'ochlar ishlatilishi va necha foiz ishlatilishi ko'rsatilgan. Endi qarang, boyagani chipper dedik-ku. Chipper jarayondan chiqqandan keyin yog'och mana bunaqa shaklda bo'ladi. Undan keyin esa tola, ya'ni volokno dedik. Tola shakliga keltirilganda qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa holatda bo'ladi. Undan keyin bo'lsa o'sha kilaylar qo'shish jarayoni deb aytdik. Maxsus o'sha kimyoviy moddalar, kilaylar qo'shish jarayoni deb aytdik. Mana shunaqa kilaylar qo'shiladi. Keyin bo'lsa mana bu holatga keladi, ya'ni tayyor mahsulot. Endi biz sizlar bilan mana shu tayyor MDF mahsulotiga qanaqa uskunalarda keltirilishini ko'rsatamiz. Ketdik. Azizlar, mana biz hozir zavod ichiga kirdik. Bu yoqda MDF ishlab chiqarish boshlanadi va bizga mana bunaqa jiletka berishdi, kiyib olishimiz shart ekan. Fabrika ichida shu bilan yurishimiz majburiy ekan. Xo'p, mana ustimda MDF quyish boshlanadi. MDF quyish, hozir tushuntiraman nimaga quyishligini. Qani ketib ko'ramiz. Issiq ekan juda ham. Mana azizlar, o'sha yog'och tolalari kilaylangandan so'ng o'sha maxsus kimyoviy moddalar, kilaylar shular qo'shilgandan keyin masjidga shunaqa qilib to'kiladi. Quyiladi deb bekorga aytmadim, chunki bu xuddi haligi quyganga o'xshagan effektni berar ekanda. Ana shu bizning tegimizda mana ko'rishingiz mumkin.
MDF tolalari, ya'ni yog'och tolalari gilam shakliga keltiriladi. Gilamning qalinligini ko'rasizlar, ya'ni 16 mmli MDF 10 baravar qalin bo'ladi, ya'ni 16 sm bo'ladi. Keyin bo'lsa u preslanib 16 mm o'lchamga keltiriladi. Ketdi yondan ko'ramiz. Bu yerda mana shu suyuli sepilyapti. Bu mana bu o'sha MDF gilamchasi deymiz. Yopish tushgandan keyin tegidiga o'sha yuradigan yo'liga yopishib qolmasligi uchun sepiladigan maxsus suyuli hisoblanadi. Mana azizlar, men MDF quyiladi bekorga aytmadim. Xuddi haligi suyuli tushayotgandek effekti tushyapti. Shuning uchun quyiladi deb aytdim. Bu yoq o'sha men hozir aytib o'tgandek gilam shakliga keltiradigan qism hisoblanadi. Mana azizlar, qalinligini ko'ryapsizmi? Mana shu 8 mmli MDF ga aylanadi. Ajoyib. Mana bu joyda bo'lsa, hop, bu joyda arralar bor, maxsus arralar o'sha enini to'g'ri o'lchamga keltirib beradi. Hop, mana bu uskuna, bu skaner ekan. MDF bu uskuna skaner ekan. MDF shu bir tekisda tolalar yotqizilyaptimi yo'qmi, ya'ni plotnosda deymiz, u qalinligi, zichligi aniq ketyaptimi yo'qmi, shuni nazorat qilib turadigan skaner hisoblanar ekan. Mana preslash jarayoni mana shu joydan gilamcha MDF ga aylanishni boshlaydi. Ketdik. Hop, bu preslash qismi. Qaranglar, mana bu katta trubalardan yog' qizigan yog' kiradi va o'sha MDF preslanadigan joyiga qizdiradi. Qizdirish gradusi 200 gradusdan baland ekan va hammasi qizigan holatda chiqishi shart ekan. Agar temperatura o'zgarib qolsa ham MDF sifatli chiqmaydi. Bular ham nazorat qilinar ekan. Endi qarang, men so'rayapman, mana shu turbalardan kelayotgan yog'lar qanaqa qilib qizdiriladi? Chiroq bilan, gaz bilan desam, mana shu zavodda o'zidan chiqqan chiqindilar yoqib, o'sha yerda qizdirish qozoni bor ekan, katta qozon, mana o'sha yerda qizdirilar ekan. Ya'ni chiqqan chiqindilar ham yana shu fabrikaning o'ziga, zavodda o'ziga ishlatilar ekan. Hech narsa ol bo'lmaydi degan. Ketdik, davom etamiz. Men har qanaqa zavodga kelsam, kattami, kichkinami, birinchi e'tibor beradigan narsam bu xavfsizlik. Aynan zavodda inson salomatligiga uchun xavfsizlikka qanaqa choralar ko'rilgan, ya'ni qanaqa darajada e'tibor berilganiga qattiq e'tibor beraman. Bu yerda mana Minimax degan tizim bor ekan. Minimax tizimi tutun, ya'ni qanaqadir yong'in chiqqan holatda avtomatik tarzda o'chirish tizimi ekan. Endi bu pult nima uchun? Bu pult mabodo avtomatika ishlamasa, ya'ni avtomatik tarzda ishlamasa, yong'in o'chirish tizimi qo'lda o'chirish uchun mo'ljallangan tizim ekan. Bu narsa ham butun shu zavodda to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Mana bunaqa qizil rangdagi maxsus datchiklar bor. Bular yong'inni aniqlaydi. Albatta, bunaqa katta zavodda yayu yurish ancha mashaqqat ekan. Mana boshidan boshlab shu yoqqa kelgunimizcha ancha charchadik to'g'risi. Shuning uchun velosiped oldik. Velosipedda yetib olamiz. Demak, men orqamdagi qism bu MDF ni kesish qismi. Tayyor bosilgan MDF mana shu joyda parallel nima deydi? Diagonal shaklda kesiladi. Keyin bo'lsa mana shunaqa kesilgan MDF tayyor holatda chiqib keladi. Orqamda turgan bu barabanlar MDF ishlab chiqarishi asosiy qismini, asosiy vazifasini bajaradi. Ya'ni bu yerda MDF lar sovitiladi. MDF ni sovutish bu uni sifatiga yaxshigina ta'sir qiladi, chunki kerakli gradusda, kerakli miqdorda sovitilmasa MDF sifati yaxshi chiqmasligi mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek
mo'tadil nima bo'ladi? Havo, ya'ni mo'tadil graduslar ta'minlangan va MDFlar sifatli tarzda sovutilishi yo'lga qo'yilgan. Endi yana bitta ma'lumot, keyingi bosqich bu MDFni shlifovka qilish bosqichi ustidagi qismi kerakli ravishda, kerakli tarzda sayqallanadi. Bu turli xil vazifalarni bajaradi. Masalan, kerakli o'lchamga keltirish. Masalan, shu jarayongacha MDF 16 mmligini oladigan bo'lsak, 16 yu qanchayamdir qalinlikda bo'ladi. Keyin bo'lsa shlifovka jarayonida mijoz xohlagandagi o'lchamga keltirib beriladi. Masalan, 15 u 75 bo'lishi mumkin yoki 16 yu qanchadir bo'lishi mumkin. Xullas, keyingi bosqich bu shlifovka bosqichi hisoblanadi. Azizlar, bilasizlarmi? MDF mana ko'rdinglar, barabanlarda turibdi-yu. Ya'ni pressdan chiqqandan keyin 280 ga odatda 8 metr o'lchamda chiqadi. Va keyin har bir davlat o'ziga standartlarni qo'ygan. Masalan, bizning O'zbekistonda o'sha 5,5 kvadratli deymiz, 280 ga 207. Mana shu o'lcham bizning standartimiz hisoblanadi. Har xil davlat o'ziga kerakli holatda kesib olar ekan. Mana shu orqamizdagi uskuna bu o'sha katta o'lchamdagi MDF kerakli o'lchamda kesib beradigan uskuna hisoblanadi. Afsuski, O'zbekistonda biron bir mahsulot sotib olinganda uni inson salomatligiga qay darajada zararli yoki zararsiz emasligi o'rganilmaydi, umuman e'tibor qaratilmaydi bunga. Lekin ayni vaqtda men turgan joy aynan Kastamonudagi laboratoriya hisoblanadi. Bu yerda mahsulotni, tayyor mahsulotni inson salomatligiga zararli, zararsizligi o'lchanadi, ya'ni o'rganiladi. Xo'p, bu qanaqa o'rganiladi? Bilasiz, har bitta MDF DSP mahsulotlarida ko'pchilik tanishga ulgurgan formaldegid deb nomlangan modda bo'ladi. Bu kanserogen modda hisoblanadi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, kanserogen modda inson salomatligiga juda ham zararli hisoblanadi. Ayniqsa rak va allergiya kasalliklariga olib kelishi mumkin. Bu yerda maxsus tadqiqotlar o'tkaziladi. 100 gram mahsulotda qancha formaldegid borligini o'lchanadi bu yerda. Ikki xil yo'li bor ekan. Birinchisi perforatsiya, ikkinchisi gazli metodda bu narsa o'lchanar ekan. Men hozir yonida turgan tadqiqot joyi, ya'ni mana bu jarayon aynan 100 gram miqdorda qancha formaldegid borligini o'lchash uchun o'tkaziladi. Qanaqa o'lchanadi? Mana bu joyga mahsulot qo'yiladi. Keyin bu par holatida maxsus bir joyga yig'iladi va u yig'ilgan suvga reagent modda qo'shiladi. Nima uchun? Apparat undagi miqdorni, ya'ni formaldegid miqdorini ko'ra olishi uchun. Keyin maxsus apparatga qo'yiladi. U apparat mana shu 100 gram mahsulotda qancha formaldegid borligini ko'rsatadi. Norma bo'yicha, ya'ni Y1 bo'lishi uchun 100 gram mahsulotda 8 milligramgacha formaldegid bo'lishi mumkin ekan. Undan oshsa Y2 deb olinadi va bu ancha inson salomatligiga zararli deganidir. Demak, videomiz davomida formaldegid miqdori 100 gramda qancha bo'lishini ham ko'rsatamiz. Bu yerda 2 soat saqlanadi va u yerda 1 soat ya'ni maxsus apparatga joylanadi. Keyin esa formaldegid miqdori kelib chiqadi. Har bitta partiyada, ya'ni partiya o'zgarganda bu yerda mana shunaqa test o'tkazilar ekan va o'lchab borilar ekan. Agar ko'payib ketsa, o'sha partiyadagi mahsulotlar sotuvga chiqarilmaydi. Mana shunaqa gaplar. Endi bo'lsa, gazli tekshiruv uslubini ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Shu ikkita yo'l bor degandik. Birinchisi hozir ko'rsatganimiz perforator uslubi, ikkinchisi gazli uslub. Gazli uslub mana bunaqa apparatda o'lchanadi. Buni o'lchash juda ham oddiy, sodda tushuntiraman, qaranglar. Buni ichiga qo'yamiz. Bu tayyor mahsulot, bu MDF mahsuloti. Xohlaganimizni qo'yamiz buni ichiga. Yopamiz. Keyin bo'lsa bu apparat 60 gradus issiqlikda olib chiqiladi, 60 gradusga olib chiqiladi. Keyin bo'lsa katta bosimda nima qiladi? Botdan, ya'ni detaldan chiqqan havoni mana bu probilkaga yo'naltiradi. Bu probilkada ulavnichil bor. 4 soat davomida, ulavnichil degani mana shu
havodan chiqayotgan formaldegidni o'zida saqlab qoladigan modda. Ulamnitilga 4 soat mobaynida olib chiqqandan keyin, chiqargandan keyin bizga mana bunaqa reagent modda yordam keladi. Bu suv bunga aralashtiriladi, keyin bo'lsa mana bu apparatga joylanadi. Apparatga joylangandan keyin apparat mana shu detaldan 4 soat davomida chiqqan havoda, ya'ni 1 kubometr havoda qancha formaldegid borligini ko'rsatib beradi. Agar bu detal 3,5 milligramdan ortiq formaldegidni chiqaradigan bo'lsa, bu E1 standartiga to'g'ri kelmaydi deb olinadi va o'sha partiya utilizatsiya qilinadi Castamonoda. Demak, Castamonu E1 dan boshqasiga rozi bo'lmaydi agar E2 ga o'tib ketadigan bo'lsa. Hammamiz bilamiz, E0, E1, E2 standartlari haqida. Bu o'sha detaldagi, ya'ni mahsulotdagi formaldegid miqdorini bildiradi, qanchaligini bildiradi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi azli. Men endi maksimal darajada harakat qildim. Bu haqida hali biz ko'p, ya'ni formaldegid haqida ko'p videolar chiqaramiz. Endi formaldegid qanaqa o'lchanishini hozir sizlarga, aynan Castamonoda qanaqa o'lchanishini sizlarga ko'rsatib o'tdik. Davom etamiz. Xo'p, o'zi nimaga laboratoriyani ko'rsatyapsan deb savol berish mumkin-da odamlar. Laboratoriyani ko'rsatish ham bu umuman kompaniyalar mahsulotga qanaqa darajada e'tibor berish kerakligi, uni sifatini qanaqa qilib o'lchash kerakligi, kerak bo'lsa uni mana shunaqa laboratoriyalarda doimiy nima desa bo'ladi, sinovlardan o'tkazib borishi zarurligini ko'rsatmoqchiman. Endi bizda bunaqa laboratoriyalar uncha rivojlanmagan, ishlab chiqarish joylaridagi laboratoriyalar, lekin mana qaranglar, katta kompaniyalar laboratoriyalar qurib, bu yoqda maxsus xodimlar, maxsus mutaxassislarni ishlatib, doimiy ravishda sinovlarni o'tkazib borishadi. Bu yerda ham ajoyib sinovga ko'zim tushib qoldi. Bu yoqda vlagostoykost deydi, ya'ni suvga chidamliligini, namga, suvga chidamliligini tekshirish uchun maxsus sinovlar o'tkazib borilar ekan. Hop, mana perforator uslubidagi tekshiruvdan so'ng 2,7 chiqdi, o'sha milligram chiqdi, ya'ni bu nima degani? Bu hammasi joyida degani, xudo xolisa. Demak, bu test, bu sinov MDF ishlatish uchun, foydalanish uchun yaroqliligini ko'rsatib berdi. MDF ishlab chiqarishni hamma jarayonlarini ko'rdik. Endi biz o'sha o'zimiz tilda aytadigan Gol MDF deymiz. O'sha MDF yasab oldik. Endi bo'lsa uni ustiga dekoratsiya berish jarayoniga yetib keldik. Bu yerda o'sha akril deymiz, akril plyonkaga yopishtirish liniyasida turibmiz hozir. Qaranglar. MDFlar ikkita tomondan ortilar ekan, eng qiziq tomonini aytaman-da. Bu yerda ish to'xtamas ekan. Bu tugaganda naryoqdan olishni boshlaydi MDF, bu yoq tugaganda bu yoqdan. Ya'ni bo'shagan joyiga to'ldiraverishadi. Keyin bo'lsa o'sha MDF ustini yana bir marta ishlov beriladi, chunki akril bilamiz, bu fasadga ishlatiladi asosan. Ko'z birinchi tushadigan joyga. Uni juda ham ideal tarzda bajarish kerak. MDF yana qaytadan tozalab, shlifovka qilib, keyin yana tozalab, keyin uni ustiga akril bosiladi. Ketdik, ko'ramiz. Mana bu o'sha MDF ustini yana bitta polirovka qilib tozalab oladigan joy. Shu yuqorida aytib o'tganimdek, MDF ideal tarzda bo'lishi kerak, ustiga akril yopishtirish uchun. Keling. Men hozir xohlagan listimni, ya'ni xohlagan plitamni brakka chiqarib olishim mumkin. Qaysi biri yoqmasa chiqarib olaman. Masalan, kelayotgani menga yoqmayapti. Tak, mana shu kelayotgani menga yoqmadi. Qarang. Bosdim. Bo'ldi. Brakka chiqib ketadi. Xo'p. Qarang, akrilli usti juda ham haligi nozik bo'ladi-da, nozik emas. Qirilish ehtimoli baland, shuning uchun ular mana bunaqa
himoya qatlamini ham yopishtirishar ekan upakovkadan oldin. Keyin bo'lsa qadoqlanadi. Keling, qadoqni ham ko'rsating. Qarang-da, mebel bo'ladimi, xomashyo bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni qadoqlash juda ham muhim sanaladi. Masalan, mana bu Eversoft, Evergloss, shunga o'xshagan premium klassdagi mahsulotlarni qadog'i. Bu transportirovkada uzoq davlatlarga yetkazib berishda ham nima desa bo'ladi? Muammo bo'lmasligini ta'minlab beradi. Biz ham O'zbekistonda o'rganishimiz kerak mahsulotlarning qadog'iga katta e'tibor qaratishni. Chunki bu ham ko'p narsani nima desa bo'ladi? Bu ham ko'p narsani hal qiladi. Mijozlar uyga kelganda mebelmi boshqami, masalan, mana shunaqa chiroyli qadoqda borsa, uni har kim sotib olgisi keladi va insonda yaxshi hissiyot qoldiradi. Azizlar, bizda turgan joy eng so'nggi MDF ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Bu yerda nomini shlifovkalash deyiladi. Shlifovkalash bu ustidagi, misol uchun MDF u yoqda har xil razmer chiqadi, ya'ni har xil emas, 16 dan qalinroq razmerda chiqadi. Misol 16.2, 16.1.5 bo'lishi mumkin. Bu yoqda shuni aniq 16 yokida mijozning xohishiga qarab, misol uchun 15.75 shunga o'xshash o'lchamlarga olib kelish uchun, undan tashqari o'sha ustiga laminatsiya yopishtirish jarayonini yaxshilash uchun, chunki silliq joyga yopishmasligi mumkin-da. Bu yoq o'sha laminatsiya bilan MDF ustini yaxshi jipslashi uchun ma'lum bir qatlamini olib tashlash uchun kerakli jarayon hisoblanadi. Demak, bundan keyin biza ustiga, ya'ni MDF ustiga dekor qoplash jarayoniga o'tamiz. Chunki shu yoqda bizani MDF ishlab chiqarish jarayonimiz yuqorida aytib o'tgandek tugaydi. Ba'zilar bilasizlar, men eksperimentlar qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir mana bunaqa yaltiroq yuzali MDF listni, ya'ni panelni yaltiroqlik darajasini tekshirib ko'ramiz. Nimada? Ustiga ishqalanish holatlariga qanchalik chidamli va qancha ko'p ishqalansa, bu o'zining yaltiroqlik holatini yo'qotadi. Shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, qo'yamiz. Mana bu har qanaqa detalligi yaltiroqlik darajasini o'lchaydigan maxsus apparat. Qo'yib ko'ramiz. Xo'p. 84.6. Hop, botga yozib ko'ramiz. 84.6. Endi buni mana bu apparatga qo'yaman, keling. Hop, detalni mana bu apparatga qo'yamiz. Keyin bo'lsa mana bu maxsus haligi idishda oyiladigan gubka bo'ladi, shunga o'xshagan narsa. 80 marta aylanadi keyin. Tak, bo'ldi. Endi start bosamiz. Hozir 60 taga qo'ydik, 60 marta aylangandan keyin qanchalik bu o'zini yaltiroqlik darajasini yo'qotadi. Mana bo'ldi, tugadi. Endi buni olamiz va yana qaytadan sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Ko'rdinglar, 60 marta ishqalandi maxsus gubka bilan. Sakson besh u 7. Hop, oldingisi 84.6 edi. Hozir 85.7 chiqdi. Не потерялся-da, значит. Bu degani hech qanaqa yaltiroqlik darajasi umuman yo'qolmadi deganidir. Mana shunaqa test o'tkazilar ekan yaltiroqlik darajasini o'lchash uchun. Hozir biz ko'zimiz bilan ko'rgan yuzlab metrga cho'zilgan liniya bor-ku ishlab chiqarishdagi. O'sha mana shu joydan turib boshqariladi. Bor yo'g'i bir nechtagina kompyuter yordamida. Qarang, inson agar investitsiyani ilmga, rivojlanishga, ya'ni aqliy rivojlanishga va tadqiqotlarga sarflasa, mana shunaqa umuman inson ishlamaydigan, inson salomatligiga xavfsiz lekin minglab mahsulotlarni ishlab chiqaradigan va millionlab foydalar keltiradigan
shunaqa zavodlarni qurishi mumkin-da. Men to'g'risi mana shu joyiga hayratlandim va Kastamonuni shu jihatlariga qoyil qoldim. Sababi inson salomatligini, inson xavfsizligini, ya'ni inson qadrini o'ylash, undan tashqari mana bunaqa yuzlab metrga cho'zilgan liniyalar ishlab chiqarish liniyalarini qurish va foyda ko'rish har kimga emas va bunaqa kompaniyalar hurmat qilishga arziydi. Shu bilan bizani Kastamonu zavodiga sayohatimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, foydali ma'lumotlar bera oldik. Sababi biz doim foydalanadigan, deyarli hammamiz uyimizda mavjud bo'lgan bu MDFni qanaqa ishlab chiqarilishini ko'rishimiz barchamiz uchun foydali bo'ladi. Azizlar, endi bu videomizni ko'rganingizdan keyin o'z fikringizni izohda yozib qoldirsanglar, men hammasini o'qib chiqaman va o'ylaymanki, sizlardan ham foydali fikrlar chiqadi. Bu keyingi videolarimizni suratga olishda juda ham foydali bo'ladi. Va yana sizlardan iltimos qilardik. Bu zavodda bilasizmi, 60 gektar 60 gektar u sexdan bu sexga borishimiz ham oson bo'lmadi, uning ustiga sovuq va suratga olish jarayonimiz ancha qiyin bo'ldi. Mana shuni mukofoti o'laroq iltimos qilardik. Bizga obuna bo'lish va like, ya'ni yoqti tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolardik. Keyin ko'rsatuvlarda yana ko'rishguncha deb qolamiz va bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan ham zo'r videolarni, bundan ham kattaroq davlatlarda bundan ham kattaroq ishlab chiqarishlarni ko'rsatishga biz harakat qilib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.